Assalomu alaykum YouTube'dagi qadrdonlar. Ozgina vaqt bo'lib qoldi 5-10 minut. Hozir ikkita videoni telefon kelib boshqa bo'lib buzdi yana. Hozir tez telefon kelishdan oldin pauza qilib jo'jalardan shu yerda ko'rsatay. Xudo xolasa xo'rozlarni o'sha oldingi qo'ygan videomdan keyin hammasi 400 gram, yarim kilodan vес olib, bo'yiga ham, eniga ham kattalashib ketdi. Keyin bularni 10 minutdan 4 kun oldin ikkita tulayab kelib bozordan spara qilib qo'ydim. Hammasini sal formaga tushib tursin deb. 5 kilo 200 bo'lib ketib, 4 kilo 700 ga urishadi u. Kattalashib ketgan-da silishga. Endi hozir sparadan keyin 5 kilo 100 ga tushgandir jonivor. Tashqariga ham chiqmayapti, oyoqlari ham chigal bo'lib ketyapti jo'jalar. Xo'roz ko'pi ham buyul hammasini urishtiraman dedim. Har yil 4-5 ta o'ynardi, yo'qsa bitta o'ynab sotardi. 2 dona xo'roz o'ynadim, ikkalasini ham shu yerda davrada sotdim. Qolganlariga mana urishtirib, silab, tayyor qilib chiqqan vaqt yo'q-da. Ish ertalab 5 ta ozonda chiqaman, soat 4 da kelaman, vaqt bo'lmayapti. Qanaqa asal xo'rozlar, garantiya. Shunga ozgina sizlarga video qilay dedim. Oldin ko'rganlar mana davom. 5 kilo oshiq, 5 kilo 200-300 ga o'ynaydi, xudo xolasa. Polvon tashqariga chiqmaganiga o'sha bo'yi chiqmadi-da, yeb ichib yotdi. Ranglari ham tozalanib, o'zi ham kattalashib ketdi. Buni oldingi videosida ko'rsalaring, bunchalik emas edi. Hozir boshqalarni ham qo'yaman. Ikkita yaponim bor edi. Shuni kattaroq. Nargisini ko'rib, jupini oldim. 4,5 kilo atrofida. Buni ham urishtirib ko'rdim. Yuru endi shu privoznoyligiga yarasha yo'lini biz xo'rozlarga solishtirdimmi desa bo'ladi. Faqat girani solib yurib, ustida o'rab, tushi bilan ustiga chiqib olib xo'rozni shunaqa qilib yurar ekan, keyin tez ham qattiq urayapti. Tengiga liboy davrada liboy simmadan urishadi, xudo xolasa. Buni nargi sherigini ham ko'rgansizlar. Bir xil bundan uni dumida oqi yo'q. Go'zalligi bundan sal go'zalroq nargis. Bunisi bundan 100 gram kichkinaroq. Uni bir marta 20 minut urishtirib olganman, undan keyin mayda yaxshi cho'jaga yana 20 minut ko'rib qo'ydim uni. Nargisini. U tayyor 10 kundan keyin shuni olib chiqib birinchisiga 4 milliondan o'ynasa bo'laveradi. Bular ichidan oldingi videodagilar ichidan ikkitasini o'ynab shu davrada sotdim. Bularda ham maqsad shu edi. Endi yetkiza olmayman shekilli. Ko'pi ish bag'i har yil qishda sus bo'lardi, bu yil yurib ketdi qandaydir. Shunga ozgina video qilib qo'yay dedim. Ko'ringlarchi. Mana 3-inchisi. Hali 28-aprelda chiqqan deb qo'ygan jo'ja. 5 kiloda hozir jonivor. Buni ham tasbara qilib qo'ydim. Shu galanisida eng o'zimga yoqqan, katta ham chiroylisi. Endi hozir shu topdagi zo'r jo'jani kaltaklari bor. Endi xomda bu jonivor urushmagani. Tozaligi ham o'ta toza xo'rozlardi shu. Yaqin 30 taga yaqin jo'jani ichidan berib sotib nimaligini bilmaymiz. Yoshligida eng go'zallarini terib olib qolganman o'zimga. Xudo xolasa hammasini ko'rdim. Yo'qotadigani yo'qda, hammasi urushadi. So'yib yeydigan yo bir kishiga berib yuboradigan yo'q. Lekin bularni to'plagani vaqti yo'q. Endi hozir mana 20-dan keyin bular o'ynash kerak. Unda men inshaalloh haqa Taylandga chiqib ketaman. Bu tuxum jo'jalardan olib kelaman Taylanddan, xudo xolasa promo videolar qilib beraman, privoznoylar olib kelaman o'zim bor. Ham dam olib, ham xo'rozlarni olib kelaman. Endi kechki payt hozir ranglari o'ta zo'r chiqmayapti. Xo'rozlarni sal quyosh chiqib tursa yaltirab, pizde. Olib kelib xo'rozni, mostini hozir 3-4 tasini ko'rsataman hozir. Turibdi 10 tasi, 2 tasi sotildi, 2 tadan olib kelib zo'rini tengini. Bemalol oyog'ini ko'rib olaverasizlar. Jo'q. Muammo yo'q. Ochib ketdi. Keyin xo'rozi yaxshi emas ekan, telefon qilsam olmadi. U gaplar menga aytilmagan. Men taniganlar bo'lsa yozib ketsa, olib yurganlar. Gapirganman, javob berganman xo'rozga. Liboy bitta.
turib beraman oxirigacha. Xo'rozlarni yayratib, boqib, go'shtlarini berib, chempion qilib o'ynayman degan bir yaxshi bolalar bo'lsa, beramiz. Unaqa xo'roz tushunmaydigan, poq qo'yib chiqib urushtirib, unaqa odamga bermaymiz. Tillo bersa ham bermaymiz. Tushunadigan yaxshi parvozlarga beramiz. Chempion yaratadiganlarga xudo xohlasa. Mana yanvarski qoralardan 3 tadan 2 tasini sotganman, bu bittasi o'zimga qolgan. Kecha urushtirdim, shunga asabiylashib. Buni xo'rozlarga jahli chiqar. Eng go'zal chiroylisini olib qo'yaman. Narga 2 ta sotib yuborganimda ham bu bolalar bittasini birinchisiga o'ynab, bittasini ikkinchisiga qilib, bittasi bitta xullas, bittasi 2 ta yutgan ekan. Kimdan olgansizlar desa, meni aytgan, so'ragan odam meni eng yaqin do'stim bo'lgan. 1 million so'mdan yoshligida sotilgan jo'jalardi. Bittasini 7 millionga, bittasini 400 dollarga o'zimda oshnamga olib berdim. Buni sheriklari. Buni endi xo'roz bo'lib birinchi marta kecha 20 minut turishtirib qo'ydim, betlarida chaqalari bor. Mana haligi garantiyali jo'jam kichkina faqat degani. Hali qo'ydimmi 5 kilo 100-200 mart 15 ta chiqqan. Shon ham tanasi eng kichkinasi. Yengilchi 2 ta urushtirib, ikkalasini ham yutdi. Tayyor. Olib chiqib solish kerak buni ham. Bir 5 kunligi bor. O'zidan katta jo'jalarni yutyapti, shunaqa xom jo'jalarni. O'zi pashti 60% xomdan ham chiqib qoldi. Yana bitta sal o'rtacha summadan bitta urishib olsa yana. Shu bilan xomdan chiqadi, dogovorniga urishaveradi undan keyingisi. Tayyor 4 kilo 200 mi 300 shunaqa. Amo'yim bu ham qattiq yeb ichyapti, ves olyapti jonivor bu ham. Hozir yana birortasini qo'yaman. Keyin videoni qo'yaman. Qolganlarini yossalarini Telegramdan tashlab beraman. Hali tulagim bor edi, 2 marta olib chiqib o'yna olmadim, uchirib berib qo'ydim. 2 kun oldin bozordan xo'roz olib kelib tashlab berdim. Summadan o'ynayman deganlarga pixli tulagim bor, 5 kilo 200 atrofida. Summadan urushib yutib yurgan, buyulgan ham xudo xolasa urushadi. Garantiyali. Yapon kichkinasi. O'sha bizda qorong'i tushyapti endi sekin. Toshkentga bir kishiga beriluvdi. Pulini nasiya, anu deb kelisha olmay qoldik. Ana oradan bir oy o'tdi. Shu bola o'zi ko'rayotgan bo'lsa, o'sha kelishilgan summasi bor o'sha paytda. Ashini 3 ga ko'paytirilsa ham berilmaydi endi. 4 kilo 200 atrofida 4 kilo 200 ni shoxini olib kelib urushtirib ko'rib olaverasan, mabodo. Lekin puli vashi o'ziga yarasha. Kaltagini ko'rib, o'shanga yarasha pul beraverasizlar. 94 218 46 64 daman hozir. Hozir 3 dan 4 tasini qo'ydim. Qolganlariga vaqt bo'lmayapti. Qorong'i tushyapti. Svet ham o'chdi bizda. Hozir yonguncha ham o'sha olmay qoladi-da. Kechki payt shom o'zi endi ishdan keldim. Bu ikkita bos yaxshilab sipara qilib qo'ydim. Buni ham olib chiqib, mayda chuyda emas, o'rtancha 5-6 dan shunday qo'shilaveradi. Aprel jo'jasiga. Yuruvlari kalta yemaydi, juda zo'r. Kaltaylari ham mo'shni. Kichkina pixchalari bor, ashi bilan ursa ham yorib tashlaydi. Hali jinni ketdi, bemaza odamlar telefon qilmasin, ammo seryozni, normal parvozlar telefon qilsin. Chiroyli gaplashaylik. Hozir har video qo'yganimda to'xtamay telefon keladi. 90% xo'rozga tushunmaydigan odamlar-da. Boshim og'rib qoladi. Tushunadigan normalniy odam qilsa, biz ham normalniy odammiz. Gapirdingmi, tilga javob beramiz. Xo'roz manaqa dedingmi, aytganimizda chiqadi. Xolasa ko'rib olsin. Agar aytganimizda chiqmasa, lebboy butun puli vazvorat, muammo yo'q. Kelishuvda qanday kelishilgan bo'lsa, oldi sotdida. O'sha gapda oxirigacha turamiz. Bu ham privozda yani. Vaqtdan kelganlar bola olish kerak u dedi. Yo'q, bu urushadigan. Gatovoy sa'dan kelgan urushadiganlar. Bir dona ham tana makoni bor.
Hozir ham qaylardadir yotib kechqurunlari uj tuxumga yaqinlashib qoldi. Qop-qora kichkinagina makonchi. Shuni iloji yo'q endi. Bitta yarimta pulga olganman. Privoznoy makon kerak desa, qanchani makoni bor. Beraman. 1 yil umrni behuda rasxod qilmaylik, qilmaysizlar, o'tkazmaysizlar. Chiqqan bolalari ham inshaalloh zo'r bersa kerak bolani ham. Nomerimda o'sha boshqa videolarda turibdi, yana oldin aytdimmi yo'qmi? 94 218 46 64. 5000 ta 6000 ta odam ko'radi video qo'ysam, o'sha 800 ta odam bilan turaveramizda. Podpiskani bosib qo'ying, oyda oxirida inshaalloh Tailanddan promo o'sha yerdan videolarni qo'yib turaman, ko'rib turasiz. Xo'roz chetnikini ko'rmoqchi bo'lsangiz, promo borib o'sha yerdan qaydan qanaqa olinyapti, inshaalloh o'sha yerdan promosiyonka qilib qo'yib turaman Tailanddan. Xudo xolasa bu yil borib, lokatsiyasini oldim, biletigacha oldim. Oyda oxirida 20-dan keyin ketib borib olib kelaman. Lekin mashoy o'ynayman, tayyorlar keladigan odamlar, seryozni borlar, telefon qilinglar. Seryozni summaga aytdim-ku, tulagim bor. Bu ham urushadi seryoziga. Hozir bundan oldingi ko'kam urushadi seryoziga. Qolganlari ham yaxshi, lekin ular xomdan chiqarib olish kerakmi? Zo'rlik ko'rishadi, xudo xolasa, hammasi. Gaplashamiz. Qani yana bir vaqt bo'lsa, o'pshi qilib bitta obzor ham qilib beraman hammasini. Hozircha endi shu qo'ya olgan video. Sog' bo'lasizlar.